Mana bu suratga yaxshilab e'tibor bering. Sizning birinchi taassurotingiz 4 ta erkak o'z shahvati va hirsini qondirish maqsadida bir ayolni ta'qib qilayotgandek xulosa chiqaradi. Lekin aslida vaziyat boshqacha. Ularning qo'llariga yaxshilab e'tibor bering. Ular qo'l ushlashib olgan. Bu insonlar falastinlik. Ular bir davlatning snayperlaridan qochmoqda. Nima uchun qo'l ushlashib olgan? Ular oldindagi ayolni o'qdan himoya qilish maqsadida o'zlarini fido qilishmoqda, ya'ni tirik qalqon yasashmoqda. Xuddi mana shunaqa deganda raqamlar nazarda tutmayman. 4 ta erkak 14 yashar qizni zo'rlaganligi haqidagi ma'lumotga ham ko'zim tushib qolgandi. To'g'ri aytishingiz mumkin. Har bir davlatda, har bir jamiyatda o'zining yomon insonlari va yaxshi insonlari bo'lishi mumkin deb. Lekin ibrat va o'rnak oladigan insonlarimiz turlicha bo'lishi kerak deb o'ylayman. Albatta fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga like bosish esa esdan chiqmasin.